qanchalik mazali bo'lib pishgan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Siz bilan bugun biz uyda домашний pirog tayyorlab ko'ramiz. O'zim to'g'risini aytsam bu pirogni tayyorlamaganimga ancha bo'ldi. Oldimga uyda bor masalliqlarni oldim. Demak, un, ozroq qaymoq, tuxum, dro'ja va xona haroratida erigan sariyog' va ozgina sut. Endi qiladigan ishim bismillah deb birinchi iliq sutga ikkita tuxumni chaqib, xona haroratida erigan sariyog'ni solib, chiroyligina xamir qilib olamiz. Ikkita tuxumni soldim. Ko'rib turganingizdek, ozgina tuz, xona haroratida erigan sariyog', endi xolodilnigimda bir chetida qolib ketgan ozroqgina qaymog'im bor, shundan ham ozgina solib olaman. Mana soldim, dro'jani soldim. Endi ozgina iste'mol sodasi ham solib olaman. Endi xamir qilib olamiz. Mana obunachilarimiz, mana shunday ko'rinishda xamir qilib oldik. Endi buni 10 minut tindirib qo'yamizda. Yana bir marta mushlab olamiz. Obunachilarimiz, xamirimiz 10 minut dam oldi. Endi yana bir marta ishlov berib mushlab olamiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni ikkiga bo'lib olaman. Bittasini katta zo'vala, bittasini kichkinaroq zo'vala qilib olamiz. Mana ona bola zo'valachalarimiz tayyor. Endi ularni dam olishga yuboramiz. Endi obunachilarimiz, kartoshkamizni maydalab to'g'richa shaklida to'g'rab olamiz. Mana obunachilarimiz, masallig'imizni to'g'rab oldik. Endi ozroq tuz, xohishga qarab, men kartoshka, piyoz, go'shtni maydalab oldim. Bunga tyorkadan chiqarilgan sirni solib, nachinkamizni aralashtiramiz. Mana obunachilarimiz tayyor. Endi xamirimizni yoyib, pirogimizni bukib olamiz. Manaki obunachilarimiz, xamirimizni kattasini, patnisini yoyib oldik. Kichkinasini mana bunday ko'rinishda ustiga qo'yib bukib olamiz. Endi qiladigan ishimiz, nachinkamizni solamiz. Mana tayyor. Nachinkamizni solamizda bir tekisda xamirimizni yerga yoyib olamiz. Gavdalari bilan mana shu ko'rinishda yoyib olamiz. Endi buni ustidan xamirimizni qo'yib olamiz. Ustidagi xamir kichkinaroq bo'lishi kerak, chunki gavdalarini gajak qilib bukkanimizda chiroyli chiqadi. Keyin buni tagidagi xamirni tortib, gajak shaklida bukib olamiz. Mana shunday gajak shakli. Mana xamirimizni chetlarini mana shunday gajak qilib yopib olamiz. Ichidagi nachinkasi suv chiqib ketmasligi uchun, sochli bo'lib pishishi uchun. Ko'rib turganingizdek. Mana xamirlarimizni bukib oldik. Endi biz qiladigan ishimiz, yuziga bir dona tuxumni sepib, bezak beramiz. Mana tuxum, bir dona tuxum. Endi yuziga hamma joyiga bir xil qilib surib olamiz. Tuxumimizni surib oldik. Endi qiladigan ishimiz, chiroyli qilib yelkamizni mana bunday qilib chiziq qilib chiqamiz yuziga. Obunachilarimiz yelka bilan mana shunday qilib yuzini chizib chiqdi. Endi bunga sedana sepib chiqamiz. Chiroyli bo'lishi uchun. Men oq sedanadan foydalandim. Mazali va foydali bo'ladi. Endi oxirgi qiladigan ishimiz yelka. Har joyidan yelka olib chiqamiz. Mana obunachilarimiz, go'shtli pirogimiz duxovkaga kirishga tayyor. Endi oldindan qizdirilgan 180 gradus duxovkada 40 minut davomida pishirib olamiz.
Mana obunachilarimiz, pirogimiz pishib tayyor bo'ldi. Endi uni kesa olamiz. Obunachilarimiz tayyor. Orasidagi sirlari cho'zilib qarang, qanchalik mazali bo'lib pishgan.